Ko'rsatib beraylik. Selosimizni ko'ryapsizlarmi? Mana qo'yil poyamizni qanaqa berdi. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, bizani doimiy kuzatib keladigan mijozlarimiz, doimiy kuzatuvchi obunachilarimiz. Bu videomiz avvalgi videomizning ikkinchi qismi deb hisoblaymiz. Sababi bular haqida ma'lumot to'liq berib bordik birinchi qismimizda. Ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu uchalasini ham hozir endi mana qo'l poya, quruq poya, somonni kerak bo'lsa bidani ham o'tkazib mana shundan ko'rsatib beramiz. Bu 3 xil ko'rinishdagi va drabelkamiz Akula lentalik drabelkalarimiz hisoblanadi. Hozir 408 modelimizni ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana chiqqan sanalari bilan, og'irliklari bilan 165 kilo bo'ladi. 2026 5-oy zavoddan chiqqan. Endi Xitoydan yetib kelishi bilan bizgacha ancha vaqt o'tgan. Bu ikkita modeli, bundan kichkina modellar hisoblanadi. Narxlarini aytib o'tganmiz birinchi qismimizda. Endi buni chiroyli qilib ishlatib ko'rsatib beramiz. Ho'l poya, quruq poya, somon, xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Buni ishlash jarayonlarini ko'rasizlar. Chunki hozir ayni vaqti buni bu Jaguar kabi ishlab beradi, ho'l poyalarni selis qilib beradi. Quruq poya, ho'l poya o'zi chiqaveradi, lekin aynan ho'l poya uchun juda chiroyli selis qilib chiqarib beradi. Buni isboti bitta ko'rsatib ishlatib beramiz. Bizlar kuzatishda davom etinglar. Bularning narxlarini yana bir bor aytib o'tib ketamiz video davomimizda. Bizlarni tark etmanglar. Bularning narxlarini ham davomiy aytib o'tib ketamiz. Bularda mana shunaqa mana avtomatlar bilan o'zi jihozlangan bo'ladi. Max motor bo'ladi bular. Og'irligini o'lchab ko'rsatganmiz birinchi videoda bularni. 36 kg mis motor, max motor, tepasida datchigi bor. Mana shunaqa avtomatchalar bilan jihozlangan keladi. Endi buni ishlatib bitta ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Tak. Hozircha buni vilkalari bo'lmaydi, avtomatga mo'ljallangan bu tomoni, shuning uchun o'zimiz moslab hozir bitta chiqarib ko'rsatib beramiz. Qo'yib oldik bularni avtomatchadan yoqamiz. Bismillah. Tokkamizni ko'rsataylik 210. Bular 210 dan baland bo'lishi kerak. Tokkamiz mana shunaqa datchikda 210 dan baland ko'rsatsagina ishlatishga bo'ladi bular. Chunki kuchli motor tok past bo'lsa bular ishlamaydi. 210 va undan baland toklarga ishlaydi. Ketdingmi? Mana ko'rsatib beraylik. Selosimizni ko'ryapsizlarmi? Mana qo'yil poyamizni qanaqa berdi. Ha. Umuman yeriga yo'q-da buni. Haqiqiy mana Jaguarda chiqazadigan bilan bir xil chiqazib beradi mana shunaqa qo'yil poyamizni ko'ryapsizlar. Endi quruq poyamiz ham bor. Bitta quruq poyani ham o'tkazib obzor qo'yamiz birdan. Quruq poyani qanaqa o'tkazishni ham bitta ko'y. Bular mana bunaqa ichida sutalari ham bor edi-da, ko'rgan bo'lsanglar, o'tib banchlar ham o'tib ketdi. Endi quruq poyani o'tkazamiz. Mana quruq poyani qanaqa o'tkazishini ham bitta ko'rasizlar.
Mana quruq poyamizni ham bitta ko'rsatib o'raylik. Ha. Ko'ryapsizlar, mana mayin joyi ham buni. Endi hozir o'tkazamiz, bitta ko'rasizlar tomonda ham. Hayda quyib yuboraverasiz, ketadi, ha. Ko'rsatsan, ha, qara. Mana somonimizni qaranglar mana. Mayinligini ko'ringlar buni. Mana. Beraverasizlar shunday bersangiz ham somonni yeydi-da. Endi sizlarga bidani o'tkazib ko'rsatamiz. Mana bida prisimiz. Ochamiz. Mana bida prisimiz. Ko'ryapsizlar. Bismillah. Qo'shdik. Kelinglar endi. Bidamizni ko'rsatak. Qanchalar ajoyib qarang. Yumshoqligini qarang buni. Yumshoq qilib tashaganini. Mana ko'rdinglar, qo'l poyani ham o'tkazdik, somon o'tkazdik, bida pres o'tkazdik, quruq poya o'tkazdik. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, o'sha avval ham aytib o'tganimizdek, bular 5 million 200 bilan dastavkasi ichida bu 408 modelimiz bo'ladi, kattasi 220 ishlaydigan. Va keyin mana bu ikkita modelimiz bor. Bunisi eng kichkinasi 3 million 600, bundan 308 modelimiz 4 million 400. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.